Seni indamay qo'yapman men. Men aytdim-ku senga. Men ijtimoiy tarmoqda seni sharmandangni chiqaraman qani nima qilayotgansan sen meni. Men seni so'kmayapman, onangni demayapman, otangni demayapman. Sen vijdonsizni yuzingni yorityapman. Mashinnikligingni aytyapman. Uni bitta men ijtimoiy tarmoqlarda aytayotgan bo'lsam, seni ves qishlog'ingni aytyapti bular ana shunaqa mashinnik bular deb. Ularni ham ber sudqa. Ularni ham ber. Nomard. Seni qo'lingdan ashi keladi. Chunki sen harom yeb birgansan. Halol topib mehnat qilib oila boqqaning yo'q shu vaqtgacha, shu yoshga kirib. Senda aql bo'lganda, senda fikr, farosat bo'lganda pul uchun xotiningni shar'iy nikohdan o'tkazib boshqaga uylanib beramiding sen bir kofirga. Sen pul uchun qilding-ku shuni. Shu yoqqa borib nonko'rlik qilib ishlalmay kelib turib mana yerda odamlar pulidan 2000 dan foydalanaman deb shu yo'lga kirding-ku sen iflos. Yana Xudo deysan. Sen Xudoni bilasanmi sen? Xudoni bilsang shunaqa ish qilasanmi sen? Sen Xudoni imman tilingga olma. Sen Xudoni ertaga peshonangga shunchalik kulfat kelgandan keyin ana shundagina tilingga olasan. Xudoni. Shungacha qarg'ayman aytib qo'yay seni. Bitta o'zim emas. Seni hamma qarg'aydi seni. Seni bir kun emas bir kun qarg'ish uradi seni. Aytib qo'yay. O'g'inlaringga o'sqab to'shakdan mixlanmasang aytasan keyin. Mixlangan vaqting menga telefon qilqaymi? Xudo ko'rsatdi menga mana mixlandim de. Nasib bo'lsa. Sen tilimni qishdayapsan meni. Senga toza hurmat qilganga sen toza biza boshimizga chiqib olding sen. Ikkita iflosni gapiga kiryapsanmi bilmayman. Seni bilasanmi meni uyimga nima deb boruvding? Seni onangni, seni otangni deb turib. Shunda o'ylama men video oluvdim Damas bilan borganingda. Hammasini videoga zvuka zapiska diskda nima qildiryapman. Sharmandangni chiqaraman dedim-ku men seni. Sharmandangni chiqaraman seni itdi. Asqar bechara nima ish qilganini aytib berdim kecha. Ularni kim aytgani menda zapis turibdi. Ulargacha eshitiraman hali sen sharmandangni chiqaraman deyapman-ku men sen